Mehmonimiz Jaloliddin aka, xudo xohlasa Xorazm viloyatidan keldilar aka, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. 1100 kilometrdan keldingizmi aka? 1100 kilometr. Bitta telefon qildingiz-a? Ha. Bitta telefon qildilar aka, ishlari zo'r bitdi. Yaxshi insonni o'zi ishi zo'r bo'ladi aka, to'g'risi. Rahmat. Bugun ertalab soat 9 da boshlagandik, 9-oktyabr. Xudo xohlasa soat 10 bo'ldi, chiqib ketasiz aka. Ha, chiqib ketadi. Hamma ishlar bo'ldi. Gaz, korona, furgon, hammasi. Bakavoy, chexol, polik, bar, polik hammasini solib berdim men. Bonusga aka, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Narxida o'zgarish bo'lmadi. Yo'q. Bosib kelganingizga rozimisiz? Yo'l bosib Roziman, kelganingizga aka? roziman. Rozi bo'ling aka, xudo Roziman. xohlasa. So'raganlar bo'lsa ayting bizga. Bo'ldi. Bitta ko'rsat mashinalarini. Bo'ldi, boshqa gap yo'q bu yerda. Xorazm viloyati Shovot tumaniga xudo xohlasa ketdi aka. Rahmat. Rozi bo'ling. Rahmat. Mashinangizni polniy obzor qilib ko'rsatdik. Rahmat. Ko'rdinglar mashinalarini, yoqgan bo'lsa bitta like mehnatimizga va boshqa yo'l bosib kelganlariga aka. Rahmat. O'zi emas 1100 kilometr. Rozi bo'ling faqat aka. Rahmat, roziman. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qilinglar. Bitta alo qilsangiz bo'ldi aka, ishingiz bitadi. Rahmat. Rozi bo'ling aka. Roziman. Xo'p.